Abi, mustahkam to'rt xonali novostroyka so'rayotgandingiz. Mana sizga zo'r novostroyka qidirib topdim. Gazoblok emas, monolit emas, penoblok emas, beton emas, toza g'ishtdan qurilgan mustahkam novostroykamiz to'rt xonali tayyor kirib yashaydigan uyimiz. Общий maydonimiz 124 kvadrat. Narxi 149 ming. Bu boshlang'ich narx. Har doim bitta kelishadigan joylari bor. Закрытая территория, охраняемая территория, детская площадка, yashil hudud. Lokatsiyasi ham juda ham yaxshi. Yunusobod 6-kvartal Amerikanskiy postusdan ro'parasi lokatsiyada betaman. Bozor, targov komplekslariga borish ham shart emas. Birinchi qavat nechog'li Korzinkani o'zi joylashgan. Qarang, bu uyimizda 7-qavatda joylashgan 8 qavatli binomizda asosiy podyezddan kirishimiz bilan uzungina bizda hol prixojiyimiz bor. O'ng tarafda mana devorga yasatilgan prixojiy mebel, oynali, o'zingizga qarab chiqib mazza qilib yuraverasizlar. Keling, chap tarafga kiramiz. Birinchi xonamizda xolisiz spalniy, xolisiz detskiy. Videoda nima ko'rayotgan bo'lsangiz, mebel, texnika, jihozlar qoladigan. Menga bu uylarda 124 kvadrat, kvadraturasi ham katta, oshxonasi yo'qdi. Oshxonani kattaligini ko'ryapsizmi? Stroyni usunasiga kuxonniy mebel, o'ng taraf, chap taraf. O'tirib ovqatlanadigan zona, televizor ko'rib, har bitta xonada почти konditsionerlari ham mavjud. Keling, bu yoq tarafga keladigan bo'lsak, mana ikkinchi xonamiz. Endi bular уже детский qiz bolaga moslashtirib, rozovero tonlar ishlatilgan. Bu yoq tarafimizda uchinchi xonamizda, bu yog'imizda ham детский va bu yoq tarafimizda bizda sanuzellari alohida. Juda ko'pchilik so'rayapti, sanuzel alohida bo'lsin deb. Mana sizga marhamat, alohida. Sanuzellari ham juda ham katta. Va asosiy joyiga keladigan bo'lsak, mana uyga yuragi gостевой mehmon kutadigan xonamizni kattaligini ko'ryapsizmi? Mягкий mebel, 12 tali stol, shkafli, televizor, kamin va bulardan tashqari masjidda qancha joy qolib ketyapti. Bunaqa mustahkam domda bunaqa uylar kamdan kam sotuvga chiqadi. Xullas, o'zini parkovkasi ham navisnoy bor. Sizdan ma'lumot uchun telefon raqamlarini pisanda qoldiraman. Tezda aloqaga chiqib, kelib, ko'rib, savdolashib, baraka qilib xarid qilishingizni so'raymiz. Uyimizni, videomizni yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin.